atalarımizdan avvalgi 2500 yil oldin paydo bo'lgan ekan. Oho, shu paytda odamlarda gigiyenaga amal qilish bo'lgan ekan-da. O'sha paytlarda sovun, yog'och pulleri hamda echkining yog'idan tayyorlangan. U faqat ko'pirish kerak bo'lgan. Hozir esa biroz boshqacha. U ham estetik zavq berish kerak. Ham gul, ham sovun. Hech o'ylab ko'rdingizmi? Sovun o'zi aslida qanday tayyorlanadi? Endi sovun ishlab chiqarish jarayonini kuzatishni boshlaymiz. Buning uchun Malayziyadan keltirilgan palma yog'ini qozonga solishdan ish boshlaymiz. Bu mahsulot xomashyoning 90% ni tashkil qiladi. Qolgan 10% esa titan, glitserin, parafin va aromatizatorlardan iborat. Nazarimda hech birimiz shu kimyoviy moddalar qo'limizni tozalashi haqida o'ylab ko'rmaganmiz. Birinchi bosqichda maydalanib ketayotgan aralashma bunkerga kelib tushadi va konveyer orqali o'z yo'lini davom ettiradi. Parak-parak qilib kesilayotgan va preslanayotgan sovun bo'laklarini oralig'i 3 detsimetr bo'lgan val yaxshilab silliqlagan. Bunaqa uxlovlarning ko'p bo'lishi juda muhim. Sovun qanchalik pishitilsa, uning rangi oqarib, silliqligi oshadi. Keyingi jarayon konveyer orqali ploderga kelib tushish. Bu yerda tishlari o'tkirgina mikser bor. U naqd 2 metr. U bo'lajak sovunni maydalash bilan birga bor namligini ham so'rib oladi. Agar sovun tarkibidagi suv so'rib olinmasa, u shaklga kira olmaydi. Qolaversa, xuddi shu joyda ishlab chiqaruvchining mo'ljaliga qarab rang sepiladi va aralashma 70 daraja qizdirilgan pech orqali kolbasa ko'rinishida yangidan dunyoga keladi. Kesilib shaklga kirib olgan sovunlarning ortiqcha qismlari albatta yana qayta sovunga aylanishi mumkin. Fikrimizcha, bu mahsulotni ishlab chiqarish tadbirkorga zararsiz ishlash imkonini ham beradi. Oxirgi bosqich qadoqlash. Qadoq qog'oz 38 mikron qalinlikda bo'ladi. U mahsulotni 3 yildan 5 yilgacha bemalol himoya qila oladi. Zavod bir kunda 7 tonna mahsulot chiqara oladi. Toshkentda ishlab chiqarilgan ushbu gigiyenik vosita Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Ozarbayjon va Qirg'izistonga eksport qilinmoqda. Shu tariqa Toshkentdagi zavod har kuni millionlab odamlarning hayotini osonlashtirish uchun tinimsiz mehnat qilmoqda. Biz esa poytaxtdagi qolgan loyihalarni ko'rsatishda davom etamiz.